Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning Putin va Lukashenko Valdayda yopiq uchrashuv o'tkazdi. Kreml xabarida aytilishicha, ular ittifoqdosh davlat kun tartibi, savdo-iqtisodiy hamkorlik va iqtisodiyot sohasidagi qo'shma loyihalarni amalga oshirish, shuningdek, mintaqaviy xavfsizlik bilan bog'liq masalani muhokama qilishgan. Lukashenkoning matbuot xizmatiga yaqin bo'lgan Telegram kanali ham deyarli bir xil mazmundagi xabarni e'lon qildi. Rossiya rahbarining matbuot kotibi Dmitriy Peskov uchrashuv yakunlari bo'yicha ommaviy axborot vositalari uchun bayonotlar rejalashtirilmaganini ma'lum qildi. Avvalroq Lukashenko Minskda Zelenskiyning vakillari bilan uchrashganini aytgan edi. Ukraina Rossiyaning Volgograd shahriga raketalar bilan hujum qildi. Barrikada deb nomlangan harbiy zavod nishonga olindi. Oqibatda 10 kishi jarohat oldi. Rossiyalik harbiylar Putin bilan uchrashishni talab qilgan va harbiy to'ntarish bilan tahdid qilgan rossiyalik askar Aleksandr Lulinni qo'llab-quvvatlashdi. Rossiya harbiylari o'z bayonotida bizga azob yetkazayotganlarga qarshi qurolimizni burishga tayyormiz deb ma'lum qildi. Lulinning ta'kidlashicha, u Putinga Rossiya armiyasidagi ommaviy qiynoqlar va pul undirish, tovlamachilik holatlari haqida shaxsan ma'lumot bermoqchi. AQSh rahbari Donald Trampning so'zlariga ko'ra, Eron Hormuz bo'g'ozidagi kemalarga kamida 4 ta dron bilan hujum qilgan. U Eron hukumatini sulhni buzganlikda aybladi. Bunga javoban AQSh Eronga qarshi hujumlar uyushtirdi, deb xabar berdi CENTCOM. Bu kecha Hormuz bo'g'ozidan o'tayotgan tijorat kemasiga hujum qilingan hujumga kuchli javob bo'ldi, deya ta'kidladi agentlik. AQSh samolyotlari Eronning raketa va dronlar omboriga, shuningdek, qirg'oq radar stansiyalariga hujum qildi. Eron Fors ko'rfazidagi Sirik oroliga Amerika hujumini qaytarganini va AQSh kuchlarini chekinishga majbur qilganini xabar qildi. Tehron shuningdek, AQSh harakatlariga qattiq javob berishga va'da berdi. Shu bilan birga, Eron davlat radio va televideniyasi xabardor manbaga tayanib, Sirik shahri yaqinida telekommunikatsiya minorasiga 2 ta snaryad tushganini xabar qildi. Hizbulloh Livan armiyasining Isroil bilan tuzgan qo'rqoq kelishuvga rioya qilmasligini va o'zi nazorat qilayotgan hududlardan chekinmasligini e'lon qildi. Harakat vakillari qurolli qarshilik ko'rsatishlari haqida ogohlantirdilar. Livan, Isroil va Qo'shma Shtatlar o'rtasida kelishuv imzolangandan so'ng Bayrutda norozilik namoyishlari boshlandi. Kelishuvga qarshi bo'lganlar hukumatning harakatlariga qarshi norozilik sifatida Eron va Hizbulloh bayroqlarini ko'tarib ko'chalarga chiqishdi. Eron parlamenti Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Ibrohim Azizi Trampga shunday javob berdi. Fors ko'rfazidagi voqelik o'zgardi. Hormuz bo'g'ozi Eron tomonidan nazorat qilinadi. Agar siz qoidalarni o'rganmasangiz, Eron qurolli kuchlari sizga o'rgatadi, deb ma'lum qildi u. AQSh vitse-prezidenti JD Vance shunday deydi: Eron sulh bitimini imzoladi. Biz ushbu kelishuvga sodiq qolamiz. Agar ular kelishuv matni qanday amalga oshirilayotgani borasida kelishmovchiliklarga duch kelsalar, bizga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Biroq zo'ravonlikka zo'ravonlik bilan javob beriladi, deb ma'lum qildi u. Tasnim agentligining xabar berishicha, Eron harbiylari AQSh hujumiga javoban mintaqadagi AQSh harbiy inshootlariga zarba berdi. AQShning ta'kidlashicha, Eronga qilingan hujumlar hali yirik harbiy harakatlarga qaytishni anglatmaydi. CNN. Trump Amerikani Xudo panohidagi yagona millat deb atadi. Bu iborani hech qachon bizdan tortib olishlariga yo'l qo'ymaymiz. Ayrimlar uni bizdan tortib olishga urinmoqda, ammo bu ibora hech qachon tortib olinmaydi, degan Oq uy rahbari.
Rossiya migrantlar uchun bojlarni 12 barobargacha oshirdi. Rossiya rahbari Vladimir Putin migrantlar uchun bojlarni oshirish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Hujjat huquqiy axborot rasmiy portalida e'lon qilindi. Qonun migrantlar uchun bojlarni oshirishni nazarda tutadi. Jumladan, Rossiya fuqaroligini rasmiylashtirishda 12 barobar, vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnomani rasmiylashtirishda 8 barobar, yashash guvohnomasini rasmiylashtirishda 5 barobar, migrantlarni ishga jalb qilish ruxsatnomasini berish uchun ham boj miqdori oshiriladi. Har bir xorijiy mutaxassis uchun 15 ming rublgacha. Xitoy va Rossiya qurolli kuchlari Yaponiya va Sharqiy Xitoy dengizlari ustida qo'shma patrul tadbirlarini o'tkazdi. Xitoy Mudofaa vazirligi shanbaga o'tar kechasi Volgogradga Ukrainaning Flamingo raketalari hujum qildi. Ommaviy axborot vositalari Sevastopolda qariyb bir haftadan so'ng benzin sotilishi qayta tiklanmoqda. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimning Sevastopol shahrida benzin va dizel yoqilg'i sotishi qayta tiklanishi kutilmoqda. Ushbu jarayon o'tgan haftaning yakshanba kuni Ukraina dronlarining hujumlari va yarim oroldagi yonilg'i inqirozi fonida to'xtatib qo'yilgan edi. Shahar rahbarining ma'lum qilishicha, yonilg'i sotishni taqiqlashdan avval joriy etilgan QR kodlar tizimi asosida amalga oshiriladi. Ukraina Areshtik majmualari ishlab chiqariladigan Volgograddagi zavodga zarba berdi. Hujumning nishoni Titan barrikada harbiy zavodi bo'ldi. Ukraina Telegram kanallari zavodga uzoq masofali Flamingo qanotli raketasi bilan hujum qilinganini, kamida 2 ta zarba qayd etilganini ma'lum qildi. Buyuk Britaniya Ukraina krediti uchun Jahon bankiga 1 milliard kafolat berdi. Mamlakat hukumati xabarlarga ko'ra, Britaniya Ukrainaga shoshilinch ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlash uchun 1 milliard dollar miqdorida kredit ajratilishi bo'yicha Jahon bankiga kafolatlar berdi.